Navoiydan salom. Beauty Challenge 19-kun. Bugun men sochimni mana bunday qilmoqchi edim, lekin ko'cha shunaqa shamol, menimcha juda ham xalaqit beradi. Agar qo'limni kelsa, shunaqa qoldiraman. Bo'lmasa, yig'amiz. Makiyaj bo'yicha esa mana bunday qilmoqchiman. Tayyorgarlikni boshlaymiz. So'tiki sochimni yoyishga qaror qildim, lekin katta gafri qilishga ulgurmayapman, chunki vaqtim kam. Makiyajim nejniy rozoviy bo'ldi. Endi kiyinamiz. Har doim biz kabluklarda yuravermaymiz-ku. Bu safar men komfortni obraz tanladim o'zimga. Oq maychka, jinsi va obrazimning eng muhim qismi menda juda ham chiroyli va необычный sumkam bor. Bunday milliy stildagi sumka, men uni belbog' sifatida belimga boylab olaman. Menimcha zo'r bo'ldi. Endi aksessuarlarni taqamiz. Mana bunday oq yengil krossovka kiyamiz. Va sevimli parfyumimiz bilan obrazimizni tugatamiz. Agar oyoq kiyimda hozir mana shu gilamga tursam, meni buvijonimdan shabaloq keladi. Shuning uchun tugagan obrazni ko'chada ko'rsataman. Qizlarjonlar, meni obrazim tayyor, bir baho bering.